Futbol muxlislari ichidagi eng yaxshi ona Silvi Greco. Braziliyalik ayolning 17 yoshli ko'zi ojiz o'g'li bor. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ona bola Palmeiras klubining ashaddiy muxlislaridir. Ular sevimli jamoasining uy o'yinlariga kelishadi. Hayratlanarlisi, ona ko'zi ojiz o'g'liga maydonda sodir bo'layotgan barcha voqealarni aytib beradi. O'g'lim hozir to'p burchakda. Hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Voy, to'p ustingga tegdi. O'g'lim biznikilar gol urdi. Ha, Nikolas futbolni onasining ko'zi bilan ko'radi. Nikolas muddatidan 5 oy oldin atiga 1,5 kilogramm vaznda tug'ilgan. Bola ko'r pardasi buzilishi tufayli ko'rish qobiliyatini butunlay yo'qotgandi. Shifokorlar ham unga autizm tashxisini qo'yishdi. Buni eshitib Nikolasning biologik onasi undan voz kechadi. Silvi Greco esa uni asrab oladi va farzandiga hayot baxsh etgan haqiqiy ona maqomiga erishadi. Qahramon ayol 2019-yili FIFA tomonidan yilning eng yaxshi muxlisi deb topildi. Uning jasoratiga nafaqat futbol muxlislari, balki futbolchilar ham tan berishgan. Ha, futbol shunday jozibador o'yinki, uni hatto qalb ko'zi bilan ham ko'rish mumkin.